Assalamualaikum dostlar, yaxşımısınızlar? Mənim ismim Sümeyye. Bugün sizlərə adil təqs adil təqsimat degan hekayəni oxub vermən. Adil təqsimat. Burunqi zamanda Erkin ismlik bir bala bolğan ekan. Onun İbrahim ismlik bir o'g'isi var bo'lib, ikkisi hamisha birga o'ynaydi ekan. Ular tatlıq turmağa nihoyatda amroq ekan. Annesi ularga tatlıq turun berse, Erkin onu ikkiga bo'lib o'g'isi bilan birga yeydi ekan. Ammo u tatlıq turmalarni tang taqsim qilmay, o'g'isi o'zi qilib, so'ng parchani o'zi ilib oldi ekan. İbrahim akasının bu tangsiz taqsimotdan norozi bo'ladi ekan. Aksiyonuğa mən səndən çox. Şuna mənim ülüşümü əlbəttə şunundan çox oldu deydiken. Bir günü İbrahim'nin babası onun yıkılavatqanlığını görüp onun sebebini soraptı. İbrahim babası aksının her daim onu bozuk kılganlığını şikayet qıptı. Babası onunğa qaysi tatlıq turmalarını yaxşı ko'rdiganligini so'rabdi. U meva turmini yaxshi ko'raman debdi. Ertesi İbrahim'nin babası yo'g'on bir tal bo'rjilganlik tort ilib kelibdi. Erkin onu ko'rib intayin xushal bo'libdi. Babası tortni tang taqsim qilish uchun pichoqni uning bergasiga u to'ximi xushal bo'libdi. Babası onunğa bu tortni ukam bilan o'zanga taqsim qilgan debdi. Erkin tortni cho'ng kichik qilib ikki parchaga bo'libdi va ko'nglida voh, menga cho'ngni ildigan fursat keldi deb o'ylabdi. Erkin cho'ng parchani ilib olmoqchi bo'lgan ekan, babasi unga sen taqsim qilgan eding. Ukam avval olsin, kel İbrahim, birini tanlag'in debdi. İbrahim cho'ng parchani oldi. Erkin ko'ngli intayin yerim bo'pti va tortni qaytadan taqsim qilmoqchi bo'ldi. Babasi unga agar odil taqsim qilgan bo'lsang, o'zingning ulushini to'liq olgan bo'ladi deb uning tortni qayta taqsim qilish fikriga qo'shilmoqda. Erkin o'z qilmishlik to'g'ri bo'lmaganligini tanib yetibdi va ikkinchi unda qilmaslikqa va'da beribdi. Xo'sh.